To'rt xonali remontli g'ishtli domimizda kirib yashaydigan uyimizda juda ham fayzli Yunusobod 18-kvartalda 4 xonali uy 83 kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsa egalari so'rashyapti. Telefon raqamini nafsiyanda qoldiraman, tezda aloqaga chiqarasiz. Keyin birgalikda uy ko'ramiz. Podyezddan kirish eshigimiz kattagina bir ko'shkamiz mavjud. Keyin o'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizda sanuzellar, xonalar hammasi alohida. Balkon 2x6 balkon bo'ladi. G'ishtli domimiz 77 seriya. Keling, bu tarafimiz birinchi xonamiz spalniy bo'ladi. Mana videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, живой kelib ko'rsangiz, undan ham chiroyli fayzli uy. Bu tarafimizda bizda ikkinchi zalimiz bo'ladi. Zalimiz anchagina kattaroq. Qishda issiq, yozda salqin. Elektrik santexnikalar almashgan. Koridordan keladigan bo'lsa, bu yog'imizda garderobni, kiyim-kechaklarni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. O'ng tarafimizda esa bizda uchinchisi bo'lyapti. Bu detskiy. Chap tarafga kiradigan bo'lsa, xohlasangiz detskiy, xohlasangiz spalniy qilib foydalansangiz bo'ladi. Keling, endi birgalikda oshxonani ko'ramiz. Uyimiz yorug'. Xo'p, keling, bu yog'imizda oshxona bo'ladi. Bu yog'imizda esa oshxona balkonga ko'chirilgan. Bu yerda yana дополнительный xona qilib foydalanib, uголок mягкий mebellarni qo'yish, завтрак, обед, ужинlarni qilsangiz ham bo'ladi. Bu yog'imizda esa balkonimizda 2x6 plus дополнительный 1,5 metr bu tarafimizda joyimiz ham bor. Endi bu yo'l ovqat tayyorlaydigan territoriya. Bu tarafimizda tapcham, bu yerda ham o'tirib dam olsangiz bo'ladi. Manzil 18-kvartal, orientir Sayram chorraha, chaykaga yetishingiz bilan chaykani yonidan kirib ketsangiz ham bo'ladi. Maktab, bog'cha, infrastruktura, targ'ib komplekslar hammasi bor. Opsiyada telefon raqami tashiyman, aloqaga chiqasiz.